Yo'q da bu. Unudim. Assalomu alaykum. Mana palatkalar bilan o'tirishdi, qayerda o'tirishdi? Ha, вот здесь. Вот здесь. Geçe даже место болбоду ошол жака илгени. Ошол келип ошол жака илдим. Мен дагы илдим, башка кошуналарым да илди. Меники турат, еще Курубай эле турат. Кургабай. Кургабай. Ушул жерде каздыңар анан суу аксын деп. Суу алышып, суу кетип, что палаткага кирип, Барыбыр кирди. ну всё равно кирди, да? Да. Nima bir yerda yo'qotgan odamlaringlar bormi? O'ta barda. Sizni qaynukangsiz bor, да? Мы застрелили вот и bola. И вот уже двое маленьких детей остались. Mana 3 ta balasi bor, bir qiz, 2 o'g'il. Но бала, дефект речи был, Farhad. Vaden nonni bola. Invalid. Örtüp saldı şu Ma bola deputatdi biz mahallamizda. O kolxoz tarafga olib borib, so'yib chopib borishga. Ana bularni o'ldirgan kishilar topildimi? Yo'q, topilmadi. 9 ta topildi. Ha. İlendi. Jamg'ir seni Onu pastagi palatkada 5 bakır su alıştı. 5 bakır palatkadan bechora. Kessam yig'lab yurib kichkina bola. 9 ta topildi. Ha. 7 kishi yotyapti. Narigida yotyapti, monda yotyapti. Katta oilamizda. Tamag'ash yetishyaptimi? Jaj qaqal otasizlar. Yo'q, bir oycha bo'ldi. Zildiya hech narsani iloji yo'q. Qanday hozir yordam kerak bo'ladi? Bizga hozir o'shul elektroobорудование, o'shul plitkalar, o'shul yaxshi bo'ladi. Zimniy palatka, eng birinchi bizga zimniy palatka kerak, потому что аябай sovuq. Buni hozir bardigi bo'lib qoldimi? Betonmada, betonda o'tiramiz-da hozircha. Apadan so'rasangiz uy quryaptimi? Quryapti. uy qurilyapti deydi. 15 odamga 2 xonadan uy qurilyapti. 2 xona uy bo'lyapti. 18 jonimiz. Qachon bitmay Xudoy biladi. Biz qanday qilamiz deydi. Qachon bitadi deyapsizlar? Endi hali noma'lum deyapti. To'sinli bor. Dual bor. O'tganda devor Shipir jabganga taxta yo'q deydi. Shibirga material yo'q-da boshqa ayoldan boshqa. Biz bo'lsa biz qarmalib qoldik emnega deganda bizga kirpich o'z vaqtida kelgan yo'q. O'z vaqtida kirpich kelmay uyni fundament qurgandan keyin 2 jumadan keyin kirpich tushdi. Keyin bir yil reys kelib dag'i to'xtab qolib, keyin dag'i 10 kun kutdik. Уже 10 kunning ichida bunday aybay suv tushib ketdi. Bizga aybay o'sha yetishmadi ko'pda. Da, o'sha stroy material jetmay qoldi-da o'sha. Gelindi, yetmay sovqatdik yetmay. Bishkekdan ketamiz.